Aziz vatandoshlar, mana yakshanba kuni dam olishga chiqdik. Sayrda mana tabiatni ko'ryapmiz. Juda yaxshi, chiroyli tabiat bag'rida, suv bag'rida lodkadan dam olyapmiz. Yoshlar bir haftada aqalla bir marta dam olish kerak. Sog'liq birinchi joyda turadi. Bu Allohdan bergan ne'mat. Allohning amonati, yana qaytarib berish kerak. Allohga bir joyingiz shamollasha, kasal bo'lsa, o'shani lecheniya qilish kerak. Yoshlar ko'p VICS, sifilis haqida ma'lumot bering, yaxshi bo'ladimi, oxirigacha lecheniyasi bormi, yo'qmi degan savollar bergandi. Yo'q, VICS, gepatitni oxirigacha lecheniya qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Hozir mana yoshlar Drug Vakrug degan programma chiqqan, o'sha yerda o'tiribdi. Yosh qizlar, tojik qizlar, o'zbek, qirg'iz qizlar, rus qizlar o'shalarga boryapti. Hammasi beprezervativ, berezinka. Infeksiya yuqtirib kelyapti. Hammasi kelib topshiradi infeksiyaga. PCR mazok topshiryapti, hammasi chiqaryapti. Gonoreya chiqyapti, boshqa infeksiyalar chiqyapti. Ehtiyot bo'linglar. Ertaga borib uylanishlaring bor. Halol, toza qizga uylanasizlar, O'zbekiston Tojikistonga borib nima bo'ladi? Analiz topshirasizlar, analizdan chiqib qoladi. Keyin hech kim qizini bermaydi. Ehtiyot bo'linglar. Shuni aytmoqchiman. Mana shu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, maksimal like, podpisa qilib tarqatib istoriya qilinglar. Inshaalloh birontaga yordamimiz tegib qoladi. Sog'liqlariga ehtiyot bo'linglar. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat.